Necha vaqt yoki o'miyjonlarni chiqaraverib matkamiyjonlarni unutib qaptimiz qizlar bugun huzurlangan linli qo'l qizlari ang yoqtirib qilgan shu shunchalik ummoq shunchalik tatli chiqqan kamiyjonlarni darsligini olib keldim. Shunga ko'rishdan burun yurganlarni aymay qo'njoq qilish unutib qolmay ko'rishinglarni umid qilma. Ishlatgan kirim buyumlarimning hammasi asosan mush boshbatdagi do'konimning ichida bor kirib avasanglar bo'ldi. Qizlar amsa kirimizni boshlab ketdik. Bugunmi o'xshashlar yozilgan pivoching xosni yuzimizga berib olgandan keyin fanshaylarimizni sökib oldik. Qizlar fanshaylarimizni sökib bo'lgandan keyin bugun chekrining birinchi nomerli shanyabaysini ishlatdim. Qizlar ko'rib turibsizlar. Yuzinglar sökkan holat mushundaq holatda chiqdi. Yuzinglar bunda kafin to'jon bo'ldi ahvoli qat'iy ko'rilmaydi. Agar mushu yuz terim qurg'oqdi, mayliqdi, kafin bo'lib qoldi, to'jon bo'lib qoldi degan qizlar boshbatda kiriblam. Mushu do'konimdan mushmayni eb ishlatib baqsangiz bo'ldi. Changli to'yjan qilma. Andan keyin mushu jo'shagoning ichidagi oxirani Lego Falivin degandek yalarni tilan qilib olgandan keyin mushundaq shoyqon sayxonlarda burnimizning uchi ingak anglimiz qapimizning ustiga sukib elib bulutda mushundaq holatda yetib olsak bo'ladi. Yetib olgandan keyin mavu showroom-bida burunsizni boshlab ketdik qizlar. Mavu burunsiz uxmaydigan cho'kkallar diqqat. Mushunga o'xshash showroom-bida burningizning shaklini sizib chiqarib olgandan keyin shu hozirda shol qilsangizlar bo'ldi. Qat'iy showroom qilish uxmaydim degan qizlar mavu showroom-bini elib burunsizni mushirpin qarab o'rganib bo'ldi. Mushundaq shaklini sizib chiqarib olgandan keyin mush hozirlarda yuran qilsangiz mush showroom-ingiz bitdi degan gap. Shuningizga showroom siz uxmaydim degan cho'kkallar mavu shulsan degan qilish unutib qolmang. Andan showroomlarimizni sizib bo'lgandan keyin qizlar bugun mush Shangyabay chekrining birinchi nomerlik upisini ishlatdim ko'rib tursanlar bo'ldi. Bir xil yedigan mopi kanjoba bu yerda. Andan keyin qishimizni quyruqlarim chiqarib oldim qizlar qishimdan. Andan keyin mush Ramegoda bir qator berib o'tgandan keyin showroomni azroq qiynab tutdim. Mush showroom panning ichida pek sizib ketmadim, lekin ancha-muncha qiynab oldim. Andan keyin mush ichidagi oxiranda tilan qilsak bo'ldi. Ko'zimizning uchi, burnimizning uchi degandek yalarni. Andan keyin yayin panning ichidagi mushranda qopimizning osti ust tarafga berilib burnimizning uchi, andan keyin burnimizning ustiga azroq berib oldik. Andan keyin mavi qiniq kafe rangda mush sharjerimizni sizib chiqarib olamiz. Sharjerimizni sizg'ash, votsallarimizni sizib chiqarib oldik qizlar. Andan keyin mavi qavgonda mush votsalni tilan qilsak, mush votsallarimiz shunchalik payiz chiqdi. Andan keyin ko'zimizning uchini tilan qilib olamiz. Burnimizning uchi, ust taraflarini tilan qilish unutib qolsak bo'lmaydi. Andan keyin mush rangda sayxonlarimizni berib olgandan keyin sayxon bergan vaqtda qizlar mush burnlarning uchi, anglanglar, mush inkonlarning ostidan tatib beringlar. Andan keyin kirpiklarimizni igib qo'ygandan keyin mush yolg'on kirpiklarimizni chaplab oldik. Yolg'on kirpik chaplab olgandan keyin azroq yenjovni chiqarib oldim qizlar. Yenjovni chiqarib olgandan keyin mush yenshenni oqdilam sizib chiqarilib ostidagi sharjerni ustidagi yenshanga ulvasak bo'ldi qizlar. Andan chunshanbida ig'izimizning shaklini sizib chiqarib olgandan keyin qo'limizda yuran qilib o'tib, to'g'riroq chiqadigan ko'honlarimizni berib olsak bo'ldi. Ko'honlarimizni berib o'tgandan keyin qizlar bugungi kirimlarimizni oxirlashib qopdi. Amsa kelarsan ko'rsaylik, qanju tensan qilish unutib qolmanglar. Amsa xayr xo'sh.